Chili oqartiruvchi kremimni tayyorlab qo'ygandim kecha. Hozir. Chunki ingrediyentlar bir-biriga yaxshi aralashishligi uchun birozdan yana kechki tayyorlagandim. Isitishlar qo'ygandim. Uçup sotyapti hozirgi paytda, chunki juda ham effekti zo'r. Umuman ukollar, ya'ni preparatlar juda ham qimmat preparatlar qildira olmagan ishni mana shu oqartiruvchi kremim qilib beryapti. Dog'larni ketkazib beryapti. Har qanaqa dog'ga ishlaydi. Ichki kasallikdan tushganmi, tug'ruqdan tushganmi, ugridan keyingi dog'larmi, visnushkalarni ochartirishda ishlatilinadi. Juda ham effekti bomba. Bu oqartiruvchi kremimni agar ikkilanib turgan bo'lsangiz, hamma narsa qilib ham dog'imni ketkaza olmaganman, endi shu bitta krem ketkazib beraman deb ikkilanayotgan bo'lsangiz, aktualniydagi otsiflar bilan tanishib chiqing, qanaqa otsiflar qoldirgan, ishlatganlar. Kimni dog'i bo'lsa, bemalol zakaz berishingiz mumkin. Mana svejigini upakovka qilib zakazinglarni chiqarib yuboraman.